Assalomu alaykum. Mana bugun Manabet kompaniyasining ferritin reagenti bilan tanishib chiqamiz. Ushbu reagent tarkibida ochganimizda birinchi o'rinda chiqadigan yo'riqnoma. Yo'riqnomada biz ish tartibimiz qanaqa olib borishligi va reagentlardan qanaqa foydalanishimiz kerakligi haqida ma'lumotlar beriladi. Ushbu komplektimiz tarkibida yana 6 ta kalibratorimiz, biotin, enzim reagenti, substrat A va B, stop, yuvuvchi reagent va albatta küvetalar bo'ladi. Kalibrovka qilish jarayonini boshladik. Küvetalarni paketga solganimizdan so'ng og'zini yaxshilab yopib qo'yishligini so'ragan bo'lardim. Chunki og'zi ochiq qoladigan bo'lsa, tashqi muhit omillar ta'sirida o'zgarish yuzaga kelishi mumkin va ushbu o'zgarishlar analizlarimizning noto'g'ri ishlashini ta'minlab berishi mumkin. Kalibrovka qilish jarayonida demak 6 ta küvetani planshetga joylashtirib oldik. Ya'niki 6 ta küveta bo'lishligiga sabab 6 ta kalibratorimiz mavjud. Har bir kalibrator uchun bittadan küveta. Küvetalarimizga kalibratorlarimizni kichigidan kattasiga qarab joylashtirib boramiz. Va yana küvetalarimizni planshetda joylashtirishimizda planshetga to'g'ri joylashganligiga e'tibor bering. Chunki apparatga qo'yayotganimizda noto'g'ri joylashtirilgan planshet hisobidan apparatimiz qabul qilmasligi mumkin. Pastdan yuqori qiymatga qarab kalibratorlarimizni 25 mikrolitrdan solib chiqamiz. Har bir kalibratorimiz uchun alohida nakonechnik ishlatiladi. Va ushbu nakonechniklarni ishlatishimiz jarayonida miqdorni to'liq tortyaptimi yo'qmi, shunga ham e'tibor bering. Chunki noto'g'ri tortilgan kalibrator javoblarni o'zgarib ketishligiga sabab bo'ladi. Kalibratorlarimizni solib bo'lgandan keyin 100 mikrolitrdan ferritin biotin reagentini har bir küvetaga solib chiqamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Chunki solinadigan kalibrator bilan biotin yaxshi aralashish kerak. To'liq reaksiya ketishligi uchun. Iloji bor bo'lsa, kalibrovka qilish jarayonida plyonkalardan foydalaning. Ustini yopish uchun xona haroratida inkubatsiya qilinadi. Ushbu jarayonda har xil yot moddalar tushishligi kerak emas. Va ushbu jarayonda 30 minut inkubatsiya qilinadi. 30 minutlik inkubatsiyadan so'ng yuvuvchi rastvorimiz bilan yuviladi. Yuvuvchi rastvorni tayyorlash jarayoni esa 20 ml yuvuvchi rastvorni 980 ml destilllangan suvga solinadi va 1 litr yuvuvchi rastvor hosil bo'ladi. Har bir küveta 350 mikrolitrdan 3 marta yuvib olinadi.
3 marta yuvib bo'lganimizdan keyin bir martalik quruq salfetkalardan yaxshilab qoqib olamiz. Ya'niki yuvuvchi rastvorimiz qolib ketmasligi kerak. Kuyetalarni ichi quruq bo'lishi kerak. Yuvib bo'lganimizdan so'ng 100 mikrolitrdan ferritin enzim reagentidan solib chiqamiz. Har bir kuvetamizga yana plyonka bilan yopib qo'yamiz va xona haroratida 30 daqiqa inkubatsiya qilinadi. Inkubatsiyamiz tugagandan so'ng yana yuvuvchi rastvor bilan 350 mikrolitr 3 marta yuvib olinadi. Yuvuvchi rastvorni kuvetaga solayotganimizda ko'pirib ketmasligiga ahamiyat bering. Ko'piradigan bo'lsa, kuvetlarning ichida havo qolib ketadi. Va keyin qoqqan paytimizda yuvuvchi rastvorni kuvet ichiga qolib ketishligini sababchi bo'lishi mumkin. Va 3 marta yuvib bo'lganimizdan so'ng bir martalik salfetkada yana qoqib olamiz. Yuvuvchi rastvor ichida qolmaguncha. Keyin substrat A va B reagentlarimiz. Substrat A reagentidan birinchi 50 mikrolitrdan solib har bir kuvetaga solib chiqamiz. Har bir kuvetaga 50 mikrolitrdan substrat A solib bo'lganimizdan so'ng substrat B reagentimizdan ham 50 mikrolitrdan solib chiqamiz. Nakонечнигimiz to'liq tortayotganligiga e'tiborli bo'lishingizni so'rardim. Ishimizning aniq va to'g'ri chiqishligi shunga bog'liq. Reagentlarimiz bo'lgandan so'ng yaxshilab aralashtirib 15 daqiqaga inkubatsiya, ya'ni qorong'u sharoitda inkubatsiya qilinadi. Bu orada apparatimizni kalibrovka qilishlik uchun miqdorlarni kiritib chiqishimiz kerak. Настройка bo'limiga kirganimizda yangi ochish bo'limiga kiriladi.
Buna kirganimizda birinchi o'rinda so'raydigan analiz turi, ya'ni nomini kiritishimiz kerak. Analiz nomi kiritilgandan so'ng reaksiya ketish jarayoni haqida so'raladi. Shu kiritiladi. Undan keyin o'lchov birligi kiritamiz. O'lchov birligidan so'ng nechta standart, ya'ni kalibrator kiritiladi. Ya'ni 6 ta kalibrator belgiladim. Va endi har bir kalibratorni o'zini miqdorini kiritib chiqamiz. Ya'ni birinchisiga 0 lik kalibrator kiritildi, ikkinchisi, uchinchi, to'rtinchi, 5, 6 bo'lmaguncha o'sha standart kalibratorlarni o'zini miqdori berilgan bo'ladi. Shu miqdorlarni kiritib chiqamiz. Kalibratorlarni kiritib bo'ldik. Saqlanib qolamiz. Mana o'z analiz oxirida chiqardi. Endi analiz qilishga kiramiz. Bu yerda tepada standart bo'limi bor. Standartni qo'yamiz, belgilaymiz va pastga tushganimizda hozir kiritgan va Ferritin analizimiz turibdi. Standartimizni kiritib chiqamiz nechtaligini, ketma-ketligini 6 ta va 7-ni bosganimizda o'zi avtomatik admin qilib yuboradi. Mana inkubatsiyadan chiqqandan so'ng stop reagentimizni 50 mikrolitrdan solib chiqamiz. Apparatimizga yaxshilab joylashtirib olib, hozirgi amalimizni tasdiqlaymiz va apparat o'zi o'lchab oladi. Bo'ldi, mana o'zi kontrollarni zichligi o'ziga kiritib oldi. Endi apparatimiz to'g'ri ishladimi, yo'qmi, shuni tekshirishlik uchun ushbu kalibrovka qilingan reagentlarimizni o'zini tekshirib ko'ramiz. Bunda proba belgilanib, qaysi analiz tekshirilgan bo'lsa, shu analiz belgilanadi va o'sha ketma-ketlik kiritib chiqamiz. O'lchashga berganimizda javoblarini chiqardi. Bunda har bir kalibratorimizni o'zidagi qiymat bilan solishtirib chiqib